18-iyunga o'tar kechasi va shu kuni tongda Rossiya hududlari va poytaxt Moskva yana bir Ukrain dronlarining yopirilma zarbalari ostida qoldi. Moskva meri Sergey Sobyaninning postlariga ko'ra, payshanba kuni poytaxt tomon uchayotgan kamida 194 ta dron urib tushirilgan. Shundan qanchasi Moskva hududiga kira olgani ma'lum emas. Rasmiylarning xabarlariga ko'ra, ulardan ko'pchiligi Moskva oblasti hududida va Moskva shahri chekkalarida qulagan. Rossiya Mudofaa vazirligi tunda va kun davomida havo hujumidan mudofaa kuchlari Ukrainlarning 992 ta droni va 4 ta qanotli raketasi hamda 10 ta aviabombasini qaytargani haqida hisobot berdi. TASS davlat agentligi Moskvaga hujumni so'nggi 2 yillikdagi eng yirigi deb atadi. Boshqa nashrlar esa bu Rossiyaning Ukrainaga qarshi keng ko'lamli urushi davridagi eng yirik hujum bo'lgani haqida yozgan. Moskva janubi sharqida joylashgan Kapotniy rayonidagi neftni qayta ishlash zavodi hujum nishonlaridan biri bo'lgan. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videolardan birida zavod hududidagi yong'in vaqtida yoqilg'i saqlanadigan rezervuarning tom qismi ko'kka otilgani aks etgan. Gazprom neftga tegishli bo'lgan ushbu zavodga 2 kun oldin ham hujum qilingan va u faoliyatini to'xtatishga majbur bo'lgandi. Payshanba kungi hujumlardan keyin zavod hududida yirik yong'in chiqib, Moskva osmonini qora tutun qopladi va shahar uzra neft yomg'iri tushdi. Shaharning shu qismidagi Sadovod savdo markaziga ham dronlar parchalari tushishi oqibatida kuchli yong'in kelib chiqqan. Bundan tashqari, hujum vaqtida Moskvaning ushbu qismidagi yo'llarda harakat to'xtatilgan. Shahardagi 4 ta aeroportning barchasi Sheremetyevo, Domodedovo, Vnukovo, Zhukovskiy aeroportlari yopilgan. O'nlab reyslar kechiktirilgan. Shaharga uchib kelayotgan 50 ga yaqin samolyot manzilni o'zgartirib, Nijniy Novgorodga qo'nishga majbur bo'lgan. Moskva oblastida esa dronlar hujumi vaqtida Zhukovskiy rayonidagi ko'p qavatli uyga dron kelib urilgan. Kotelniki shahridagi Belaya Dacha savdo markaziga va Ramensk shahridagi xususiy uylardan biriga dron parchalari tushgan. Mahalliy rasmiylar bu hodisalar oqibatida o'nlab kishilar yaralangani haqida xabar bergan. Bu vaqtda esa Rossiya telekanallari Ukraina qurolli kuchlarining Moskvaga hujumini amalda inkor etmoqda. Qisqa xabarlarda faqat rasmiylarning quruq ma'lumotlari, xususan qancha dron urib tushirilgani va ayrim shikastlanishlar qayd etilgani haqidagi postlarni keltirish bilan cheklanishgan. Telekanallarda dronlarning Moskvaga hujumi va oqibatlari aks etgan birorta kadr ketmagan. Efir asosan Qozon shahrida bo'lib o'tayotgan va prezident Vladimir Putin ham ishtirok etayotgan Rossiya-ASEAN sammitini yoritishga ajratilgan. Hozircha Putinning o'zi ham so'nggi hujumlar yuzasidan munosabat bildirmadi. Bu vaqtda rossiyalik propagandachi Vladimir Solovyov dronlar hujumini tasvirga olganlarni qamoqqa tashlashni taklif qildi. Boshqa Z blogerlar esa havo hujumidan mudofaa tizimlarini maqtab postlar yozishgan. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy esa Rossiya telekanallari uchun ham ushbu yopirilma hujumni batafsil yoritdi. U Telegramdagi sahifasiga Moskvadagi neftni qayta ishlash zavodidagi yong'in ko'lami aks etgan videoni joylashtirdi. Keyin esa Bryusselga tashrifi vaqtida jurnalistlarga bu 3 kun oldin Kiyev-Pechersk lavrasiga hujumga javob bo'lganini aytdi. Agar Putin bu urushni to'xtatishni istamasa, uni davom ettirmoqchi bo'lsa, biz jim qarab o'tirmaymiz, javob qaytaramiz. Javob kuchli va adolatli bo'lishi kerak. Ular Lavraga zarba berishdi. Men Lavrada jurnalistlarga javob tayyorlayotganimizni aytgandim. Javobni ko'rib turibsiz. Biz bu urushni xohlamagandik va barcha biladiki, Ukraina dushman tufayli yonishni istamaymiz. Ammo agar Ukraina yonadigan bo'lsa, sizning Moskvangiz ham yonadi. Bu urushni yakunlash vaqti keldi, dedi Ukraina prezidenti. Bahor davomida va yozning dastlabki haftalarida Ukraina Rossiya bo'ylab havo hujumlarini kuchaytirib, asosan neftni qayta ishlash zavodlari hamda neft va neft mahsulotlari tashiladigan logistika yo'llarini nishonga olmoqda. Kiyevdagilar shu yo'l orqali Moskvani 4 yildan oshiq vaqt davom etayotgan urushni to'xtatish bo'yicha muzokaralarga majburlash, shuningdek, Rossiya harbiy iqtisodiyotini zaiflashtirish mumkin deb hisoblamoqda.
17 may kuni Moskva shahri va Moskva oblasti bo'ylab amalga oshirilgan va yil boshidan buyon eng keng ko'lamlisi bo'lgan hujum natijasida 3 kishi halok bo'lib, o'nlab kishilar yaralangandi. O'shanda ham Kapotnyadagi neftni qayta ishlash zavodiga zarba berilgan, dronlardan biri Sheremetyevo aeroporti hududiga qulagan edi. Bundan tashqari, Qora dengizdagi portlar, Rossiyaning turli hududlaridagi neftni qayta ishlash zavodlari nishonga olinmoqda. Iyun oyi boshida Peterburgdagi xalqaro iqtisodiy forum vaqtida ham hududga ketma-ket zarbalar berildi. Bunday hujumlar natijasida neftni qayta ishlash zavodlari faoliyati to'xtab qolib, ayrim hududlarda neft mahsulotlari taqchilligi kuzatilmoqda. Xususan, Qrimda benzinni talon bo'yicha berish joriy etilgan.